Assalomu alaykum do'stlar. Hozir sizlar bilan Toshkentdagi nomer 1 mantilarni obzor qilib beramiz va qanaqa tayyorlanadi, nima qo'shiladi, hammasini aytib o'tib ketamiz. Manzilimiz Bodomzor tarafdan kelganda Tatu universiteti bor. Tatu universitetiga yetmasdan o'ngga burilasizlarda 50-100 metrdan keyin Mantishi degan yozuvni ko'rasizlar. Undan ham osoni bu tarafda Mirza Yusuf jome masjidi bor. Yetmasdan Mantish joylashgan. Ketdik, hozir ichkariga kirib, qanaqa tayyorlanadi, nima qilinadi, nima qo'shiladi, hammasini aytib o'tib ketamiz. Tugilishi uyg'urcha, retsepti o'zimizniki, firmenniy, домашний. Ketdik, mana kirishda xosxonlar bor, ko'rsalaring bo'ladi. Ketdik. Kirganlaringni o'ng tarafda qo'l yuvadigan joy, qo'llarni yuvib, artib, mana qilasizlar. Kirish bilan ba'zi menyularimiz bor. Qanaqa mantilar, vaqtda mana nima deb yozilgan, asosiysi bizda mantilar chorva va mol yog'siz. Chorva va mol yog'i qo'shilmaydi. Ba'zida shunaqa mana idishlar milliylik tarafdori desa bo'ladi. Shunaqa chiroyli qilib qo'yganmiz. Ba'zida samab suvi, qoshiq, vilka, perchatka xohlaganlaringni olib yo'rasizlar. Ketdik hozir. Xamir qanaqa qilinadi ko'rsataman. Ko'rsalaring bo'ladi. Xosxonlar bambukdan qilingan. Buni necha minut ushlanadi, hammasini aytib o'tib ketaman. Nimaga aynan bambukligini ham aytib o'tib ketaman. Ketdik. Kirishda ba'da zagotovka joyimiz. Zagotovka joy. Mana ba'da mantichimiz. 5 yillik mantish desak ham bo'ladi. 5 yildan beri mantish qiladi. Uyg'ur mantisi bizda bilasizlar, aytib o'tganimning tugilishi uyg'urcha, ichi домашний. Assalomu alaykum Ablaziz aka. Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Mana mantilar ko'rsalaring bo'ladi. Bu mantilarimiz endi necha grammdan bo'ladi? Bizning mantilarimiz 80 gramm. Общий, to'g'rimi? Umumiy 80 gramm. Mana zuvalar necha gramm bo'ladi? 18-20 grammdan xamirlar. 18-20 grammdan xamirlarimiz bo'ladi. Ichiga где-то 60 gramm nachinka ketadi. Mana ko'rishlaring mumkin qanaqa ochiladi mana. Chilt ochishim, ochib beradi. Ko'ryapsizlar, yubkadek o'ynaydi bu. Shunaqa. Chetda yubqa bo'ladi, o'rtasi qalinroq bo'ladi. Bu mantini so'kini ushlab turish kerak-da. Mana ko'ryapsizlar. Tugishni ham ko'rsatib ketamiz, to'g'rimi? Avlayiz aka? Ha, tugamiz. Xamirimiz. Qanaqa tugiladi, necha xil tugilishni ham ko'rsatib beradi. Mantichimiz profili, tezligiga gap yo'q. Mana ba'zi pichoqlar bor. Pichoqlarni ham o'zini aytib o'tib ketaman. Bu Santoku degan pichog'imiz. Bunda sabzavotlar, piyoz, ismaloq hammasi maydalanadi. Juda o'zini ishlatish joyi bor. Bunda mana boltacha desak ham bo'ladi. Bunda chopiladi, vashya mayda qilib Bunda piyozni, ismaloqni juda mayda qilamiz biz. Bu esa chef knife deyiladi. Chef knife'imizda har xil любой narsaga ketaveradi. Biz основной go'sht maydalashda ishlatamiz. Mana go'shtlarimiz ko'rishlaring mumkin. Hozir ozgincha qolgan. Bu yoqda mana piyoz ahamiyat bermaysizlar. Shunaqa qop-qora go'sht bo'ladi. Chorva, mol yog'i, chandir, hamma narsasi, pay, hamma narsa olib tashlaymiz, tozalab tashlaymizda qop-qora go'shtni o'zi qoladi. Shunaqa kubik qilib to'g'rab olamiz, chunki bir maromda his qilinishi kerak bu go'shtlar, har xil nachinkalarda. Mana bu yerda kartoshkamiz ham bor. Kartoshkamiz kubik bo'ladi. Shunaqa suvga solib qo'yiladi. Bo'ldi. Do'stlar, mana manti uyg'urcha ochilgani qaytadan bilsalaring bo'ladi. Mana o'rtasi ko'ryapsizlar, qalinroq, yonlari mana svetda ko'rinadi. Shunaqa qilib olsanglar bo'ladi. Tekshirib o'rganayotgan bo'lsalaring. Do'stlar, mana tugishni ko'rsatamiz. Hozir bizda qovoqli qanaqa bir 4 xil tugishni ko'rsatib beramiz. Hozir tugayotganlari bu uzunchoq tugish. Bir tarafga olib tugiladi. Mana boshdan ko'rsatib beradi. Bir tarafdan olib, bunaqa
oxirigacha tugib ketaverasiz. Mana. Juda qiynalasizlar boshida. Bular profi bo'lgani uchun shunaqa tez tugayaptilar. Bitta qosqon shu 22 ta bo'ladi ichida. Tugilishi где-то 10 minut 15 minutda tugiladi. Boshlayotgan odam 20 minut, 15 minut shunaqa. Yarim soat. Profili Avlaysaga o'xshagan profili rekordingiz nechi bo'lgan? Nechi minutda bitta qosqon tugib bergansiz? 7 minut. 7 minut. 7 minutda bitta qosqon tugib berganlar. Boshqa tugish ko'rsatib bering. Shunaqa. Qani ko'rsatib beringchi. Bu uyg'urcha, adashmasam. Uyg'urcha. Ikki tarafdan tugiladi. Tepaga olib chiqib. Tepaga olib chiqib tugiladi. Mana. Olasizlar bunaqa tugib ko'ringlar. Kimga chiroylisi bo'lsa, kimga qulayini qilaveradi. Shunaqa. Uy ichiga bo'laveradi. Uyda xohlagancha tugib o'qisalar ham bo'ladi. Bu dumaloq, dumaloq tugish. Bir tarafga olib ketiladi. Sal o'xshamay qoldi. Boshqatdan o'qib beradi. Mana hozir qovoqli tugasiz, to'g'rimi? Ispanog'li tugasiz, go'shtli, kartoshka go'shtli. Ichidan eng qiyini qaysi siz uchun tugishda? Qiynalasiz. Hech qaysida qiynalmayman. Yo'qmi qiynaladi? Yo'q. Qiyinrog'i bormi? Birontasi? Mana nisbatan qaysi turga? Mayli, mana shunisi qiyinroq men uchun. Qovog'imi? Mana dumaloq tugish. Dumaloq tugish. Qovoqda qiynalasiz, to'g'rimi? Hozir nechi xil bo'ldi? 1, 2, 3 xil. 4-chi xil qanaqa edi? Bitta tarafdan o'qib, turg'izib qo'yardik, to'g'rimi? Kartoshka uzunchoq tugasizlar-da, shunaqa turg'izib qo'yasizlar. Bo'ldi. Tepaga qaratib. Shunda 4 xil tugish bo'ldi. 5-chi xili ham bor, u buni masalan ko'rsatib o'rgan. Buni mana bir tarafga olib ketgansizlar, ikkinchi tarafni ham shunaqa olib ketasizlar, lotka bo'lib qoladi. Bu mantisi xili ko'p joyda shunaqa nechidir xil tugiladi. Bu oson ko'ringani bilan, lekin mana mehnati bor. Shunaqa. Mehnati real bor. Oson ish emas. Bittada o'xshab chiqmasligi mumkin. Aniq. Bittada o'xshamasligi aniq bittada. Ko'p harakatlar qilib oxirida erishasiz. Jild ochish ham boshida qiynalasizlar, dumaloq qilib, chetini yupqa, o'rtasini qalin qilishga qiynalasizlar. Lekin o'rganib ketasizlar. Faqat ko'proq shug'ullanish kerak. Mana ko'ryapsizlar, tezlikni uje tugib tashladilar. Mantida eng qiziqarli tomoni bu hamma jarayonda bir nima o'xshamay qolsa, mantis qayerdadir o'xshamaydi. Xamiridan tortib nachinkasi, pishirilishi, necha minut ushlashlaring hammasi bog'liq. Hamma narsa bog'liq mantida. Bir-biriga bog'liq. Bir-biriga bog'liq. Nechta bo'ldi mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 ta. Hozir oxirini ham ko'rsatamiz. Bo'ldi, anaqa. Avlayzaga mana 5 yildan beri ishlagan ekansiz, to'g'rimi? Mantida 5 yil ishlagan ekanda. Mana shu jild ochib, xamir qilishni o'rganib, shu tugishni o'rganishga qancha vaqt ketadi? Necha kun, necha hafta yo necha oy? Masalan, yaxshi endi odamning o'ziga bog'liq, ko'proq o'rganishi birinchi xamirdan boshlanadi.
Xamiri 2 haftada o'rgansa bo'ladi. 2 hafta. Yaxshi. Qattiq qilinadi chunki xamirimiz. Jild ochishlarni 2-3 kunda o'rgansa bo'ladi. 2-3 kun. Yo'q, shuncha kam vaqtda. Tezlik uchun endi 1-2 oy ketsa kerak. Ochish, o'rganish uchun. Tugish. Tugish aslan tugishda ko'proq vaqt ketadi tugishda. Ko'proq praktika qilish kerak-da, to'g'rimi? Ko'proq tugish kerak. Qancha ketadi uni o'rganishga? Oddiy, mana kelinlar yo onalarimiz o'rgansa, o'zi uchun o'rganishsa. Yaxshi natijaga erishish uchun mana shunaqa chiroyli tugish uchun 1-2 oy ketsa kerak. 1-2 oy. Tezlik yillar mobaynida yig'iladi u. Shu 7 minutda tugish uchun 1 yil ketadi, to'g'rimi? Yo, undan ham Ko'p ketadi, 7 minutda tugish uchun. 1 yillik mantada bunaqa tezlikka erishish qiyinroq bo'ladi. Do'stlar, mana qosqonimiz tayyor. Ko'rsatib o'rasizlar qosqonni. 22 ta bo'ladi. O'zi biz mana tugish bir xil, bitta masalan qovoqni bir xil tugamiz. Ismaloqni boshqacha xilda tugamiz. Mana 4 xil tugilgan bo'ladi. 22 ta bo'ladi. Hozir olib chiqamizda ko'rsatib beramiz. Necha minutda, qanaqa qosqon, nimaga bambukda pishadi, hammasini tushuntirib beramiz. Do'stlar, mana manti qo'yamiz. Bismillah. Bu mantimiz, mana manti qosqonimiz bambukdan qilingan. O'zi Xitoydan chaqirtirganmiz. Bu bambuk, nimaga bambuk ishlatamiz desanglar, ko'rasizlar, par chiqib ketadi bundan. Temirli bo'lsa, ochganlaringda mana yerlar suv bo'ladi, yerlar suv bo'lib ketadi. Shunga bu o'zida suv yig'maydi. Pari chiqarib yuboradi, lekin mantingiz pishaveradi. Parni qaysidir miqdorini chiqarib yuboradi, suv yig'ilmaydigan. Mana ko'rsanglar bo'ladi, har xil mantilarimiz bor. Mana ko'k shunaqa tugiladi. O'zi rangi bilinib turadi. Ko'k bilan qovoqning rangi chiqib turadi. Shunga 2 xil, 3 xil tugamiz. Bu kartoshka go'shtligimiz tugilgan. Xo'p, hammasini o'zini plus minuslari bor. Masalan, boya aytganimdek, bitta narsasi o'xshamay qolsa, mantilaring o'zlaring ideal chiqishga to'sqinlik qiladi desa bo'ladi o'sha buzgan narsalarning. Shunga xamir qilishdan boshlab jild ochish, tugish, ichidagi narsa solish, aralashtirish, hattoki aralashtirishga ham bog'liq narsa bo'ladi va pishirishga ham juda katta ahamiyat rol o'ynaydi. Bu manti qosqonimizda o'zi 35 minut pishiriladi. Bunda ham nyuanslari bor. Qanaqa suv baland pastligi ahamiyatga ega. Pastroq bo'lsa, pishishi cho'ziladi. Teparoq bo'lsa, tezroq pishadi. Bu manti qosqonimizda 40 minutda mant pishiramiz biz. Tokda bo'lgani uchun. O'zi 35 minut, 30 minutda ham pishirsanglar bo'ladi. Balandroq olovda, uyda. Bizda tok bo'lgani uchun ham suv sal pastroq bo'lgani uchun 40 minut pishiramiz. Go'shtlari yumshoq bo'lib, piyozlari pishishi uchun, suvi chiqishi uchun ko'rishlaring mumkin. Bu ikkita apparatda ishlaymiz. Bittasida pishiriladi, faqat pishiriladi, teginmaymiz bunga. Ikkinchisida isitib qo'yamiz. Boya aytganimdek, hamma narsa ahamiyatga ega. Buni olishingiz ham, hatto mantini olishingiz ham ahamiyatga ega bo'ladi. Qaranglar. Buni masalan, qosqonni bitta tarafini ko'tarsam, qo'lim kuyadi 100%. Ikkinchi tarafini bitta ko'tarsam ham kuyadi. Shunga ko'tarishda tekis ko'tarish kerak, olib tekis qo'yish kerak. Hamma narsa muhim bo'ladi. Apparatimiz o'zi 3 fazali, 1 fazada ishlamaydi. Faqat 3 fazada ishlaydi. Tokni yaxshigina yeydi desa bo'ladi. Oyiga yaxshi kilovat tok yeydi. Xo'p. Mantini qanaqa yetib borishi ham juda muhim ahamiyatga ega.
Bizda shunaqa falga pokeli idishga falga qilinadi. Bu falgani o'raymiz. Issiq mantilar boradi. Falga o'rash shart. Manti yaxshi borish uchun falga o'rash kerak. Falga o'ramasanglar, dastavkada agar chorva yog'i qo'shadigan bo'lsanglar, qotib qolib, mijoz yegisi kelmaydi, o'sha me'dasiga tegadi. Bizni mantimizga chorva solinmagani uchun mehmon keladigan mehmonlarimiz mazza qilib mantini yeydi. Oila uchun desa ham bo'ladi. Bemalol yosh bolalar, ayollar, kelinlar hammasi yeydi. Chorva qo'shilmagani uchun. Chorva, mol yog'i. Hozir sizlar bilan har bitta mantini ochib, obzor qilib, ta'mini yetkazib berishga harakat qilaman. Do'stlar, mana mantilarimiz tayyor bo'ldi. Hozir sizlarga yeb, ichini ko'rsatib beraman, qanaqa so'shniligini. Xo'p, ko'rsalaring bo'ladi. Bu kartoshka go'shtligimiz bir tarafdan tugilib olib ketilgan. Bu mana bu go'shtligimiz, bu uyg'urcha go'sht deyiladi. Bir tarafdan olib kelib, o'rtaga to'xtaydi-da, yana bir tarafidan olib kelib, o'rtaga to'xtab, shunaqa dumaloqcha bo'ladi. Xo'p. Qaysidan boshlaymiz? Go'shtligini. Bismillah. Ko'rsatib beraman qanaqa suvliligini, suvni ko'rsalaring ham bo'ladi. Bismillah. Ko'ryapsan, suvni mana go'shtli bo'ladi. Yesalaring ham bilasizlar o'zlaring. Bismillah. Gapirolmay qolishlar. Qattiqlar bilan. Bunaqa jalapeno ishlarimiz ham bor. Achchiq qalampir. Sal boshqacharoq, boshqacha turi. Bittadan shuni qo'yib yuborasizlar. Ikkita qo'yib yuborasizlar, bosasizlar. Gapi mazasiga gap yo'q. Tilim ham kelishmay qolyapti buni yeb. Shuni ham ko'rsatib qo'yishing bo'ladi. Bemalol yo'q. Salla tashib chiqsalaring ham bo'ladi suvdan. Suv to'kilib ketyapti, suv bor. Yana bismillah. Ana ko'ryapsan, bemalol cho'milsalaring bo'ladi, bor. Mana olib qo'y. Shunga biz perchatkada deyiladi. Hidi ham o'tmaydi, ham kir bo'lmaydi qo'llaring. Gap yo'q. Hozir endi kartoshka go'shtligini qilib beraman. Kartoshka go'shtli bunaqa suvli bo'lmaydi, chunki kartoshka suvni olib qo'yadi. Barcha chiqqan suvlarni olib qo'yadi. No sochni bo'ladi. Suv chiqmasa ham go'shtlaring mumkin. Sochni va tushib ketdi. Sochni ko'rasizlar, yaltirab sochni bo'lib turibdi. Suvi yo'q bo'lsa ham mazasi zo'r. Quruq emas-da. Bir xil joylarga borsangiz quruq bo'ladi. Unaqa emas. Mana qalampirni yeyish joylari bor. Uzr. Yeyish joylari bor. Bu qalampir qovoq bilan aytishmaydi, ismaloq ko'p bilan aytishmaydi. Ularni ham hozir pishsa yeb beraman. Obzor qilib. Ismaloq ham suvli bo'ladi, qovoq ham sochli bo'ladi.
yeb qo'yay go'shtlikni. Xohlasanglar botirib, xohlasanglar ustiga to'kib yesalar ham bo'ladi. Hamma joyga to'kib ket. Gap yo'q, просто yeb ko'rish kerak bo'lsa, yeb ko'rmasalar ham tasvirlab berish qiyin. Ko'rsatsang bo'lar. Mana suvni ko'rsatgan. Qanaqa bo'ladi? Ko'rasizlarmi? Bu chorva yo'qligi uchun qotib qolmagan. Falgada ham qotib qolmaydi, bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Kelib, oilaviy kelib yoki o'zlaring bilan olib ketsalar ham bo'ladi. Ko'pchilik o'zlari bilan olib ketadi, joy kichkinaligi bo'lgani uchun. Hop. Bemalol kelinlar, yosh bolalar, onalar bemalol olib ketsalar ham bo'ladi. Shuncha suv me'daga tegmaydi, bemalol yesalar ham bo'ladi. Ko'p yesalaring me'daga tegsa kerak. Lekin haftada 2-3 marta yesalaring, ishonasizlarmi, har kuni kelib yeb ketadigan odamlar bor. O'zi bilan olib ketadi yo yeb ketadi har kuni. Qoyil qolaman lekin. Hozir ko'p pishsa, qovoq bilan uni ham ko'rsatib beraman. Ichlarini qanaqa, sochniligini, suvliligini ko'rsatib beraman sizlarga. Do'stlar, mana ko'k manta bilan qovoqli mantamiz ham pishdi. Hozir yeb ko'rsataman qanaqa bo'ladi. Sochni bo'lishi kerak hozir. Degan nachinkalarimiz. Bismillah. Qani? Sochni dolasi. Ko'ryapsizlarmi? Suvlida bu. Suv. Go'shtlari ko'rinib turibdi. Qop-qora go'shtlar. O'sha gap kelmaydi, faqat yeyish kerak bo'ldi. Gap kelmay qoladi yesalaring. Bu ismaloqdan qilinadi, ko'k mantimiz. Ichiga go'sht solinadi. Chorva mol yog'i yo'q. O'zgacha ta'm bo'ladi. Yeb ko'rish kerak edi buni. Hali yemagansilar lekin bunaqa retseptlar, bunaqa nachinkalar bilan. Suvni ko'rsat. Qotib qolmagan. Tugilishi boya ko'rsatganimdek kartoshkaga o'xshab tugiladi. Lekin qovoq bo'lgani uchun mana rangi o'zi chiqib qolgan. Xamirida bilinadi. Bu ko'k go'shtga o'xshab tugiladi. Qovoqni yeb ko'ramiz. Qovog'imiz sochni bo'lishi kerak. Endi bilmayman, sochni yo'qmi. Bitta kartoshkamiz sal suvi chiqmaydi, lekin sochni bo'ladi. Buni suvi chiqishi kerak ekan. Ko'ryapsizlar suvni. Bundan ham qissam chiqadi, qismaymiz. Suv, sochni bor. Bilasizlar, qatiq bilan любой manta aytishaveradi. Qovoq ham yarim qolib ketdi. Yaqinroq olib kel. Okey, oldin ichini ko'rsataylik mana. Shunaqa mana to'g'ralmaydi bizda. Shunaqa nejniy bo'lib chiqadi. Shirin emas, o'rtacha. Shirin emas. Приятно shirin dedim shunaqa. Shunaqa shirin bo'lib ketmaydi. Lekin nejniy qovog'imiz, nejniy bo'ladi.
gap yo'q. Bemalol yosh kattalar maza qilib yeydigan qovoq bo'lgan, yumshoq. Prosta yeb ko'rish kerak bo'ldi. Suvlari mana to'yib qoldim shuncha marta yurib. Xullas, adresimiz boshida ham aytib o'tdim. Bog'a Shomoli 33A. Kartaga Manticha deb yozsalaring chiqadi. Bemalol oilaviy kelib yoki o'zlaring bilan olib kelsanglar bo'ladi. Ta'miga vashi gap yo'q. Bunaqa mant hali yemagansizlar. Rostdan ham nomer 1, Toshkentda nomer 1. Bunaqa mant yo'q. Qilish olmaydi-hamda. Nachinkasi hammasi firmenniy retseptdan bo'ladi. Uydagi ta'm. Bo'ldik yeb qo'yaylik endi. Narxi ham unaqa qimmat emas. Go'shtligimiz 10 ming so'm. Kartoshka go'shtli 8 ming so'm. Ismaloqli va go'shtli 7 ming so'm. Qovog'imiz ham 7 ming so'm. Bugungi obzor sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yana ko'proq shunaqa videolar ko'rish istasalaring, podpiska bosib qo'yasizlar. Like bilan. Shu bilan ko'rishguncha Mantichada. Keng safar.